Mana hurmatli obunachilarimiz, qayda bo'lgan joyga eshakda ochar ochyapmiz. Juyaga olinyapti. Motoblogimiz dam olyapti mana. Makkaga olinyapti. Bugun rosa ko'p solingan. Endi birinchisiga Makka ekiladi. Butlar o'z tepa joy bo'lgan. Kovlangan hisobiga pasayib ketdi. Keyin bosib go'ng solindi. Dizelimiz. Go'ngdan chiqqan iplar. Bular tozalanadi hali. Tozalab cho'tka qilib yig'ishtirib qo'yamiz. Sal soy joylari ham bor, endi xudo xolasa kuzda bir haydab greder qilib tekis qilib imkon qadar urvinga olib beramiz. Xudo xolasa uni ham kuz kelsin, uni ham albatta videolarini tashiyman xudo xolasa. Boshida xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Boshlanish sal qiyin edi. Keyin yaxshi bo'lib ketadi xudo xolasa. Birinchi motoblog olganimda motoblogda maydalab eshakda tirikchilik qilib eshakda ochib berardik. Vaqtlar o'tib motoblogda ochadigan bo'ldik. Haligi eshakda hali ham boqyapmiz. Kerakli narsa bu ham beminnat. Sal sekin ishlagani bilan juda foydali uy ro'zg'orlariga yordam beradigan jonzot. Chiqarur tepaga. Va bulet. Turib semirib ketdi-da. Birpas dam oltirib.